Buxoro viloyati Qorako'l tumanida 31-yanvar kuni gaz chaqnashi sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 08:23 da 112 tizimi orqali Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini Sho'robod ko'chasida joylashgan 2 qavatli uy xonadonlarining birida gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'lganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Voqea joyiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari va boshqa tegishli xizmatlar yetib borgan. Hozirda vaziyat oqibatlari bartaraf etilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, plitadan foydalanish jarayonida sizib chiqqan gaz natijasida chaqnash sodir bo'lganligi taxmin qilinmoqda. Hodisa oqibatida 2 nafar fuqaro tan jarohati olgan va shifoxonaga yuborilgan. Halok bo'lganlar yo'q deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligining rasmiy munosabatida.